alaykum aziz talabalar, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumuz ICLM modeli. Bu model ko'rib chiqishimiz uchun quyidagi 3 ta savolni ko'rib chiqamiz. ICLM modelining mohiyati bu birinchi savolimiz. Ikkinchi savol IC y chizig'i va uning tenglamasi hamda uchinchi savol LM y chizig'i va uning tenglamasi. Bu modelni bilishimiz uchun, yaxshi tushunishimiz uchun, demak, birinchi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni ko'rib chiqishimiz shart. Birinchi makroiqtisodiy ko'rsatkichimiz yalpi ichki mahsulot. Yalpi ichki mahsulot bu ma'lum vaqt, odatda 1 yil bir ishlab chiqarish yili hisobga olinadi. Davomida mamlakatda ishlab chiqarilgan barcha yakuniy mahsulot va xizmatlarning umumiy qiymatini o'zida aks ettiruvchi ko'rsatkich bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi ko'rsatkichimiz bu inflyatsiya darajasi. Inflyatsiya bu iqtisodiyotda tovarlar va xizmatlarning narxlarining umumiy darajasining barqaror va uzoq vaqt davom etishi. Inflyatsiyada turli omillar sabab bo'lishi mumkin. Masalan, pul taklifining o'sishi, tovar va xizmatlarga talab ishlab chiqarish tannarxi va boshqalar. Keyingi iqtisodiy ko'rsatkichimiz, makroiqtisodiy ko'rsatkichimiz bu ishsizlik. Ishsizlik bu to'g'ridan-to'g'ri yalpi ichki mahsulotga ta'sir qiluvchi ko'rsatkich bo'lib hisoblanadi. Ishsizlik bu mehnatga layoqatli va ishlashga tayyor bo'lgan odamlarni ish topa olmaydigan holatiga ishsizlik deb aytamiz. Ishsizlik iqtisodiyotning asosiy muammosi bo'lib, jiddiy ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Makroiqtisodiy model bo'lib, iqtisodiyotdagi tovar bozori va pul bozori o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish uchun ishlatiladigan model bo'lib hisoblanadi. Bu modelning asoschisi John Hicks va Evan Hansen hisoblanadilar. 1937-yilda ular mana shu ikkita olim tomonidan bu model ishlab chiqarilgan va bu model makroiqtisodiyotning asosiy modellaridan biriga aylangan. 1972-yilda ikkita olimga mana shu model uchun Nobel mukofoti tayinlangan. Xuddi shunday, demak, bu modelimiz byudjet taqchilligi va davlat qarziga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etadi. Byudjet taqchilligi bu ma'lum bir davrdagi davlat xarajatlari va daromadlari o'rtasidagi farq bo'lib, byudjet taqchilligini hukumat daromaddan ko'ra ko'proq mablag' sarflangan yuzaga kelishi mumkinligini ta'kidlaydi. Davlat qarzi esa bu davlat byudjet taqchilligi tufayli to'plangan qarzlarning umumiy miqdoridir. Davlat qarzi mamlakat iqtisodiyoti va moliyaviy barqarorlik uchun muhim oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ushbu asosiy tushunchalar makroiqtisodiyotdagi iqtisodiy jarayonlar va hodisalarni tushunish va tahlil qilishga yordam beradi. Ular iqtisodiy modellar va siyosatlarni keyingi o'rganish va tahlil qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. IC y chizig'i. IC bu egri chiziq bo'lib, tovar bozoridagi muvozanatni aks ettiradi va daromad darajasi hamda foiz stavkasi kombinatsiyasini ko'rsatadi. O'zida aks ettiradi. Bunda tovarlarga bo'lgan talab ularning taklifiga teng bo'lishi shart. IC y chizig'i salbiy qiyshaygan, ya'ni foiz stavkalari oshgan sayin jamg'arma darajasi pasayib boradi, chunki investitsiyalar kamroq jozibador bo'la boshlaganligi uchun. Keyingi slaydimizda, demak, ana shu modelimizning ikkinchi qismi LM y chizig'i. LM y chizig'i deb pul bozoridagi muvozanatni aks ettiruvchi y chiziqqa biz LM y chizig'i deb aytamiz. U daromad darajasi va foiz stavkasi kombinatsiyasini ko'rsatadi, o'zida aks ettiradi. Bunda pulga bo'lgan talab uning taklifiga tenglashadi. LM y chizig'i ijobiy qulaylikka ega, ya'ni jamg'arma darajasi oshgan sayin pulga bo'lgan talab ham ortib borishini o'zida aks ettirib boradi.
Shuningdek, ICLM modelidagi muvozanatga IC egri chizig'i hamda LM egri chizig'i bilan kesishgandagina erishilishi mumkin bo'lishi mana shu modelda aks ettirilgan va modelda o'z aksini topgan. Bu vaqtda daromad darajasi va foiz stavkasi, tovarlarga bo'lgan talab, ularning taklifga hamda pulga bo'lgan talab esa taklifga teng bo'ladigan darajada bo'lishini aks ettiradi. Bu muvozanat iqtisodiyotdagi daromadlar darajasini va foiz stavkasini belgilaydi. Shunday qilib mavzumizni xulosa qiladigan bo'lsak, demak, ICLM modeli fiskal va pul kredit siyosatining iqtisodiyotga ta'sirini tahlil qilish uchun foydali vosita bo'lib hisoblanadi. Ammo uning cheklovlari va soddalashtirilishi mavjud bo'lib, ulardan foydalanish natijalarini sarhadlash e'tiborga olinishi kerak. ICLM modeli faqat qisqa muddatli muvozanatni ifodalaydi va uzoq muddatli omillar va iqtisodiyotdagi o'zgarishlarni hisobga olmaydi. Ikkinchidan, misol uchun aytaylik, model texnologiya, demografik va bozor tuzilmasidagi daromad darajasini hamda uzoq muddatda foiz stavkalariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni hisobga olmaydi va bu bilan demak o'sha modelni ijobiy hamda modelning o'ziga xos bo'lgan salbiy tomonini xulosa qilib aytishimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.